Shahlo Alijonova yoki Donik Vines? Kim bular? Donik Vines? Donik Vines yoki Xonzoda Do'stova? Donik Vines? Donik Vines yoki Qodir Tolipov? Donik Vines? Donik Vines yoki Kamila Lolo? Kamila Lolokin? Bobur Mas'udov. Komandasi birgalikda chiqadilar. O'laydi, shu qizga o'laydi. Uylaydi, o'zimni olsaydi. Kamila Lolo. Kamila Lolo yoki Azoda? Singermi? Aktrisa? Bloger. Azoda. Azoda yoki Nigina Jabborova? Nigin Jabarova? Nigina Jabborova yoki Imona G'ayratova? Nigin Jabarova? Nigina Jabborova yoki Maftuna Shokirova? Nigin Jabarova? Nigina Jabborova yoki Madina Tojboyeva? Kim bular? Nigina Jabarova. Jinnimi o'l, nima deyapsan sen? Nigina Jabborova yoki Mittimi? Mittimi? Mani qalbimni sevadi. Mittimi yoki Mo'min? Mo'min aka. Shuni ko'rsa asablari o'ynab ketadi. Mo'min aka yoki Feruza Yusupova? Mo'min aka. Mo'min aka yoki Sakiyev? Mo'min aka. Mo'min aka yoki Dilimi? Mo'min aka. Hayotda senga o'xshaydigan familiyalar ham ko'payib ketdi. Mo'min aka yoki Sariq bola? Mo'min aka. Iflos ekansan. Mo'min aka yoki Yunka? Mo'min aka. Gap bo'lishi mumkin. Nima uchun tanladingiz? Chunki ijodlarini hurmat qilaman. Nima endi to'san? Men ularning katta muxlisiman, o'zlari ham biladi. Nima bu? Nima bu? Nima sansan?